Yakkasaroy tumani Qushbegi uylari turar joy majmuasiga kelganmiz. 5-qavatda turibmiz hozir. 90 kvadrat metrli 3 xonali xonadonimiz patkulch holatda. Hech kim hali yashalmagan, gilamlargacha, mebel, texnika hamma narsa tapa-tayyor. Kim kechini olib ko'chib kelsanglar bo'ldi. Narx-navolarni hozirda aytaman, xonadonimizni $150,000 bilan baholashyapti. Turgan manzilga aniqlik kiritamiz. Sho'tir Ustovelikning yo'li Yakkasaroy tumani bo'ladi. Malakalsoy, bilasizlar, bunaqasiga Bratskiy Mogila. O'zi turgan joyimizda shundoqqina Yakkasaroy mol tushgan, tegida korzinka, 2 qavatli shu biznesga berilgan. Mana bu yog'i, ya'ni biz hozir 5-qavatda turibmiz. Lift bo'yicha 6-qavat hisoblanadi. Lekin xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r lokatsiyada chiroyli tushgan xonadonimiz. Narxiga menimcha juda ham zo'r deb o'ylayman. O'tan katta mehmonxonaning o'rniga hol qo'yib olingan. Ko'rasizlar, o'zi boshqa xonadonlar bo'yicha bo'lib tashalgan, ichma-ich qilib, lekin bu yerda umuman boshqacha yechim qilingan. Xonalarni alohida ajratib, menga eng zo'r tarafi oshxonasi yoqdi. Hosillik ko'rsataman. Birinchi mana bu joyni ko'ringlar. Tepamizda lyustra ilingan, bu yoqdan oyna zonamiz joylashgan, konditsionerlar bor. Radiatorlar o'rnatilgan. Xonadonimizda neoklassika, ya'ni yorqin ranglardan foydalanilgan. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz bu yoqdan bo'ladi. Oyog'imizdan tegi ko'rasizlar. Va shunaqa toshlardan foydalanilgan. Kafellarim chiroyli holatda bo'lib turibdi. Endi bu kafeldan o'tgandan keyin gilamimiz tagida tarket qilingan. Tarket ham 1-2 qalinlikda bo'ladi. Ko'pchilik xonadonlarda 0.6, 0.7 qalinlikdan foydalanishadi. Bu yerda o'zligi uchun qilib chiroyli qilingan. Qaranglar. Bu yoqdan plintus o'rniga MDF dan ham foydalanilgan. Har bitta narsaga detalli to'xtala olmayman, chunki narxi nimaga qimmat deyishingiz mumkin. Yaxshi materiallardan foydalanganini bitta sinchiklab ko'rsatib beraman. Kirushimizda garderobniy qilingan, ko'rasizlar, shkaflar tayyor holatda va mana razdvijnoy eshigimiz. Mana shu razdvijnoy eshigi ham $1,800 ketgandilar. Eng yaxshisidan qo'ydirganman. Bizadagi emas, ya'ni chet elda materiallar ekan. O'zingizlar ham kelib bitta ochib ishlatib ko'rsanglar, bilasizlar. Oshxonaga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham keng oshxonamiz, o'zini o'tiradigan mebel zonalari bor, xolodilniklari bor. Bu yoqdan kotelnimiz bitta ko'rasizlar, juda ham sifatli sistema hisoblanadi. Westmandan foydalanilgan ekan. Endi qaranglar, tashqariga qaragan, ya'ni dvorga qaragan derazamiz atmosferani bitta ko'ringlar. Qor yog'ib turibdi, lekin bilmadim. Bu xonadon narxiga juda ham yaxshi deb o'ylayman. Radiatorlari bor, yaxshi radiatorlar qo'yilgan ekan. Ko'rasizlar, tegidan ham tepasidan ham isitadi, ya'ni yo mebellarimizga e'tibor beringlar. Stolechnisalari bu yoqdan idish-tovoq yuvadiganlari, gazlari qo'yilgan, kir mashina, oshxonaga kerakli hamma narsani sifatlisidan, ya'ni Goodwill firmasidan foydalanilgan ekan. Bu yerdan duxovkalari ham tayyor qilingan. Ketdik, oshxonadan chiqdik. Mehmonxonamiz, ya'ni o'sha mehmonxona dedik, lekin bu hol deymiz. Alohida mehmonxona uchun bu yoqda foydalanilgan, eshiklar ham yaxshilari qo'yilgan. Mehmonxonamizning kengligini ko'rishingiz mumkin. Oyog'imizdan tagida gilam solingan, lyustralari bor, galagellari har bitta xonamiz mana shu burchagida qilingan. Tashqariga qaragan o'zini balkonlari ham mavjud, atmosfera juda ham chiroyli ko'rinadi. Pardalarni ham chiroyli ilishgan. Har bitta xonamizning o'zini konditsionerlari bor, invertorli qo'yilgan. Yangi hali hech kim yashalmagan xonadonimizda ko'rasizlar. Xo'p, yo'ligimizning, ya'ni hovliq oxiridan biz umumiy hojatxona, yuvinish xonalarimizga qo'yishimiz mumkin. Oyog'ini tegi teplik pol qilingan. Hammasi joy-joyida, chiroyli sharoitlari bilan bo'lib turibdi. Endi oxirgi xonamiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ko'rasizlar, dekorativniy zona juda ham bejirim bo'lib turibdi. Lyustralari bor, konditsioner bu yerda ham, pardalari ilingan, gilamlari ham solingan. Eng zo'r tarafini aytayman. Mana bu razdvijnoy eshigi bilan bolalar uchun mo'ljallab yotoqxona qilib qo'yishdi. Ko'rasizlar, tepada o'zini bejirim lyustralari bor. Bu endi chaqaloqlar uchun, bilasizlar, ota-onalar bu yerda yotadigan bo'lsa, chaqaloqlarga alohida kichkinagina xona qilishga menimcha yosh oiladagi zo'r sharoit deb o'ylayman. Xonadonimizning umumiy maydonini eslataman, 90 kvadrat metr tashkil qiladi. 3 xonali xonadonimiz 9 qavatli binoni 5-qavatda joylashgan, Yakkasaroy tumani Sho'tor Ustovelikda joylashgan. Yangi tushgan Yakkasaroy moldagi Qushbegi turar joy majmuasi bo'ladi. Xonadonimizning atrofida o'zini, ya'ni dvorida bolalar maydonchasi deysizlarmi? Bu novostroykamizning podzemniy parkovkalari ham bor. 24/7 qo'riqlash xizmati, qo'riqlash tizimlari, yangi liftlari. O'zi novostroykamiz yangi tushgan. Mana sharoiti ham, kadastrlari joy-joyida, hech kim yashalmagan. Kelasizlar, kim kecha bilan yashashni boshlab olsanglar bo'ldi. Narxini yana hurmatli eslataman, $150,000 bilan baholashyapti. Bu lokatsiyaga yaxshi narx. Ustiga kelinglar, yana yumshatib beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, egalari bilan birga baraka yaqsilik.